Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görgüçler. Bu haftalık İstiklal Haberleri programımızı görüşünlerini kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Xitay Şarkı Türkistan'da İslam dinine karşı ta'tir teşvikatını küçültmekte. Xitay tecavüzçileri Partikom Teşvikat Bölümü Şarkı Türkistan'daki her kaysi uzun yolluk yolcu tuş beketleri, poyiz, vokzalları, aerodrom, doktorxana qatarlıq joylarga atalmış asabilikni tugutish teşvikat terbiyesini küçültmekte. Xitay dairleri Ürümçi Janubi şehir etrafı uzun yolluk yolcu tuş beketi tarqıtılgan 5. türkümdeki teşvikat terbiye buyumlarida atalmış zamonaviy madaniyatni yetakchi qilish, asabiylikni tugutish asosiy tema qilingan bo'lib, qaratmaligi kuchlik bo'lgan kitob va optik disklar tanlangan. Bu ta'tir tashviqotlarda islom dinimizning arkonlari safsata deb tunishtirilgan va g'azot urushida shahid bo'lganlar jannatga kiradi deyish bema'ni qarash hisoblandi deb kamsitilgan. Egilishicha 5-turkumda 3000 ga yaqin tashviqot tarbiyaviy buyumi, 6000 optik disk tarqatilgan bo'lib, ular Sharq Turkistondagi har qaysi uzun yo'lliq yo'lovchi tush bekatlari, temir yo'l, aerodrom, doktorxona, turma qatorliq joylarga tarqatilgandan boshqa yana har qaysi viloyat, oblast va asabiylikni tugutish tashviqot tarbiyasi elib berishdiki nuqtaliq nahiyalarga tarqatilgan. Xitoy bu tashviqot buyumlari orqali ommaning nemaning yaxshi, nemaning yomon ekanligini ko'rsatib, ularning haq-nahaq qarashini yetildirganligini va ularni diniy asabiy ideyaning ziyonkashligidan saqlaydiganligini, ularning asabiylikning nemaligi milliy bo'lgunchilikning xavfi qatorliq jihatlardagi tushunchalarga qarata aniq tunishga ega bo'lganligini da'vo qilgan. İşğalçı Xitay zorluq kuchiga tayinib diniy cheklamalarni kuchaytirib qolmasdan, yana barliq vositalarini ishga solib, dinimizga haqorat qildigan va dinsizlikni tashabbus qildigan ozg'un tashviqotini davomlashtirmoqda. Xitoyning diniy ibodatlarni butunlay cheklashi qarshilik harakatlarining ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Lekin buni fursat bilgan Xitoy o'ziga qarshi har qanday harakatni terrorlik nomi bilan ayblab, qonliq bostirmoqda va normal diniy faoliyatlarga mo asabiylik qalpiqini kaydirmoqda. Xitay Uyg'urlarni saqal qo'yib, yog'liq artqanligi uchun ko'plab turmaga qamamoqda. Yangi Yevropa to'rining xabarida kommunist Xitoy doiralarining Uyg'urlarni ko'plab turmaga qamayotganligi, hatto saqal qo'yish va yog'liq ortishning jinoyat hisoblanib, Uyg'urlarning nohaq turmaga qamalish sabab bo'lib kelayotganligi tilga olindi. Yangi Yevropa to'rining 1-apreldagi xabarida kommunist Xitoy doiralarining Uyg'urlarni ko'plab turmaga qamayotganligi, hatto saqal qo'yish va yog'liq ortishning bir xil jinoyat hisoblanib, Uyg'urlarning nohaq turmaga qamalish sabab bo'lib kelayotganligi tilga olingan. Xabarda mundaq deyilgan: Xitoyning Xinjiang rayonidagi bir sud mahkamasi yaqinda bir oilaga hukm e'lon qilgan bo'lib, yo'ldishiga saqalni tushirishni rad qilganligi uchun 6 yillik, ayoliga hijoblanib yuzini yo'yganligi uchun 2 yillik qamoq jazosi berilgan. Xitoy doiralari bu oiladagilarning saqal qo'yib va yog'liq ortib, hukumat bilan qarshilashishga, ovorchilik terishga uringanligini bildirgan. Ammo tanqidchilar bo'lsa, buning faqat bir turlik bahona ekanligini bayon qilishgan. Kishilik huquq nuqtasidan qaraganda bu bir jup xotinning jazolanishi Xitoyning Uyg'ur musulmonlarga qarata diniy, madaniyat va til tajovuzchiligi elib berayotganligining tipik misoli hisoblandi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying Xitoyning Sharq Turkistondagi siyosatiga bo'lgan tanqidga qarata chet el muxbiriga Xitoy Xinjiangdagi har millat xalqining iqtisodiy taraqqiyoti, jamiyat muqimligi va o'rtaq gullanishini tirishib ilgari surdi deb ifoda bildirgan. Xabarda bu voqeaning Uyg'ur musulmonlar duch kelayotgan tipik siyosiy ziyonkashlik ekanligi, bundaq ishning Xitoydan boshqa hech qanday bir davlatda qabul qilinmaydiganligi, Xitoyning maqsadining adliya vositasidan foydalanib Uyg'urlarni o'z madaniyatidan voz kechib, Xitoy madaniyatini qabul qilishga zo'rlash ekanligi ko'rsatilgan. Xabarda yana Xitoyning go'zallik qurilishi nomida bir harakat elib berib, musulmon ayollarni hijoblanib yuzini o'rib olmaslikka tashabbus qilayotganligi, shundaqla Uyg'urlarning Ramazon oyida ro'za tutishi cheklanganligi tilga olingan. Aqsu shahardagi bir masjidda bultur bayroq ko'ydirish voqeasi yuz berganligi oshkorlandi. Aqsu shaharida bultur 1-oyda bir masjidga qadalgan Xitoy bayrog'i noma'lum kishilar tomonidan tushirilgan va ko'ydirib o'tilgan bo'lib, Xitoy saqchilari voqea sodir qilguvchilarni 1 yil ichida topolmagandan keyin tashlandiq uylarni aqtirish to'lqini qo'zg'agan.
Aqsuning Shayar noyasi yaqinda tuvoq ichish nomida bir xizmat guruhi ta'sis qilib, Shayarda umumyuzlik holda tashlandiq uylarni tizimlash va tekshirish to'lqini qo'zg'agan. Egisi darhol o'zini ma'lum qilmagan ahvolda egisiz uylarning darhol cheqiladiganligini jakarlagan edi. Erkin Asiya radiosining muxbiri Shuhrat O'shurning bu vaqtdagi ilgirlab ahvol egilashlari davomida tuvoq ichishning siri oshkorlandi. Ma'lum bo'lishicha, Aqsu Shayarda bultur 1-oyda bir masjidga qadalgan Xitoy bayrog'i noma'lum kishilar tomonidan tushirilgan va ko'ydirib o'tilgan. Xitoy saqchilari voqea sodir qiluvchilarni 1 yil ichida topolmagandan keyin tashlandiq uylarni aqtirish to'lqini qo'zg'agan. Muxbir Shuhrat O'shur oldi bilan tuvoq ichish xizmatiga mas'ul xodimdan bu xizmatni elib berishning sababi haqida ma'lumot so'ragan. Uning bayon qilishicha, yaqinda Aqsuning ma'lum bir nohiyasida tashlandiq bir uyning ichidan bomba yasash gumondorlari bayqalgan. Ammo bu voqeaning tafsiloti tuvoq ichish guruhining bu a'zosiga bildirilmagan. Tuvoq ichish guruhining bir amaldorining fosh qilishicha, Shayarda yana 5 yildan buyon qechib yurayotgan bir gumondor tashlandiq va sirtidan qulub silingan uyning ichidan tepilgan. Saqchi doiralari voqeaning tafsilotini mazkur amaldorga bildirmagan. Shayardagi bir kent boshlig'i bultur 1-oy mezgilida Shayarda bayroq ko'ydirish voqeasi yuz berganligini, voqeada masjid qo'rosiga tiklangan 5 yulduzli Xitoy bayrog'ining ko'ydirilganligini, bu voqeaning butun Shayarni zilzilaga solganligini, ammo gumondorlarning texichi tutilmaganligini, buning natijasida navbatda Shayarda tuvoq ichish xizmati davom qilayotganligini oshkorladi. Bir saqchi xodimmi bayroq ko'ydirish voqeasining bultur 1-oyning 15-kuni yuz berganligini dalilladi. Qambar damollamning kesilganligi aniqlandi. Xitoy saqchilari diniy zot Qambar damollamning 9 yil kesilganligini dalilladi. O'tgan hafta ijtimoiy taratqularda Xotanning Xoneriq yesida 21-mart kuni 15 nafar siyosiy mahkum ustidan uchuq maydon soti ochilganligi, sotda Xotanda hurmatga sazovor diniy zot Qambar damollamning 9 yillik qamoqqa buyurilganligi xabar qilingan edi. Erkin Asiya muxbirining telefon ziyoratlari davomida mazkur uchurning to'g'riligi dalillandi. Muxbirning savollariga qisman javob bergan Xotan Xoneriq saqchilari Qambar damollamning diniy ma'lumotining yuksakligi, Sharq Turkistonning hamma joylarida taliblar borligi va el ichida yuksak hurmatga sazovorligini yushirmadi. Ammo ular Qambar damollamning nima uchun kesilganligini so'zlashdan o'zini qochirdi. Ijtimoiy uchur vositalarida bayon qilinishicha, Qambar damollam bu yil 60 yoshlarda bo'lib, u tabliğlarda ibodatning namoz o'qish bilan cheklanmaydiganligini hamda vatan va millati oldidagi burchini ado qilishning eng chong ibodat ekanligini o'ttirg'a qo'yganligi uchun el ichida hurmat qozongan va Xitoy tarafining gumonini qo'zg'agan. U 2000-yillarning beshida musulmon bo'lmoq tas mavzuliq bir she'r yozganligi va bu she'rni plastinkaga elib tarqatganligi uchun doirlar uningga 15 kunlik qamoq jazosi bergan va Xoneriq masjididagi xotiblik vazifasidan elib tashlagan. Yana taratqularda bayon qilinishicha, Xitoy bu qitim atalmish diniy asabiylikka qarshi harakat boshlaganda Qambar damollamni qaytadan xotiblikka taklif qilgan. Damollam bu taklifni rad qilgan. Mana bu hukumatga moslashmaslik deb qaralib, uning 9 yillik kesilishiga sabab bo'lgan. Biz Qambar damollamni yaxshi bildigan, uning dars va suhbatlariga qatnashgan va hozir Turkiyada yashayotgan Uyg'ur yosh bilan suhbat elib bordik. Uning deyishicha, Qambar damollam Xotandagi danglik diniy olim Matqurban damollam qatorliq Xotanda tonilgan mo'tabar diniy olimlarda o'qib yetishib chiqqan diniy olim bo'lib, hayoti bo'yicha diniy xizmat bilan shug'ullangan va oshkora maxfiy holda madrasa ochib, yoshlarni diniy e'tiqod tushuncha bo'yicha yetishtirishga tirishgan ma'rifatparvar zot ekan. Qambar damollamning islomiy ong tushunchasi kuchli bo'lib, taqvodor ammo mijoz xarakteri keskin, hurmatga sazovor, mo'tabar, ma'rifatparvar kishi ekan. Hozir Turkiyada yashayotgan va ismini oshkorlashni xohlamagan yoshning bildirishicha, Qambar damollam ayni zamonda bir tarafdan o'qib, bir tarafdan dars o'rgatish bilan shug'ullanib, ko'p sonda yoshlarni o'qitib yetishtirgan ekan. Hozir chet ellardagi islomiy davlatlarda o'qiyotgan xotanlik yoshlarning ko'pinchisi shu kishining tarbiyasi bilan yetishgan va islom dinidan asos tiklaganlar ekan. Xotan Xoneriq voqeasiga qatnashgan va keyin qochib ketish fursatiga erishgan bir Uyg'ur yoshning ma'lum qilishicha, 2013-yili 6-oyda Xotan Xoneriqda qonliq voqea yuz bergan bo'lib, voqea yuz bergan Xoneriq masjidining imomi Qambar damollamda o'qib yetishib chiqqan kishi ekan. İstanbul'da Barin inqilobining 25-yilligi xotirlandi. 4-aprel shanba kuni Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining uyushtirishi bilan
İstanbulda Barin inqilobining 25-yilligi munosabati bilan shahidlarni xotirlash murosimi o'tkazildi. 4 aprel shanba kuni Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining uyushtirishi bilan Istanbulda Barin inqilobining 25-yilligi munosabati bilan shahidlarni xotirlash murosimi o'tkazildi. Bu murosimga Istanbulda yashayotgan Uyg'urlardan ko'p sonli kishi qatnashdi. Murosimda oldi bilan Qur'oni Karim tilovat qilindi. Jamiyatning Safako'y sho'ba boshlig'i Anvar Qaraqosh Qur'oni Karim tilovat qildi. Keyin Istiqlol televiziyasi tarafidan Barin inqilobi to'g'risida tayyorlangan hujjatli film ko'rsatildi. Murosimda Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining bosh mufattishi Abdul Hakimxon Maqsumajim so'z qilib, Barin qurolliq harakati va bu harakatda shahid bo'lgan qahramonlarni eslab o'tdi. Abdul Hakimxon Maqsumajim so'zida Xitoy manbalari ichki qismda tarqatgan ba'zi materiallarga tayinib turib, Barin inqilobiga qatnashgan Uyg'ur yoshlarining soni va buningga qarshi dushman tarafdan qatnashtirilgan askarlarning soni to'g'risida to'xtalib, Barin voqeasiga 300 bilan 500 nafar orasida yoshlar qatnashganligini, buningga qarshi dushman tarafdan 22 ming kishilik qo'shin qatnashtirilganligini, Barinda va atrofida 9 kecha kunduz qattiq jang bo'lganligini bildirdi. Abdul Hakimxon Maqsumajim so'zida Barin voqeasi yuz berib, oradan 25 yil o'tgan bo'lsa-mu, bu voqeaga qatnashib shahid bo'lgan qahramonlarning unutilib ketmay, xalqning qalbidan cho'nqur o'rin olganligini, vatan sirtidagilar ularni xotirlab yig'in uyushtirganga o'xshash, vatan ichidami iymonliq, vijdonliq nurg'un kishilar ularni aslab turdiganligini, ularni asligan hamon faxrlandiganligini, ularga rahmat etadiganligini, ruhiga duo o'qiydiganligini bildirdi. Abdul Hakimxon Maqsumajim so'zida Barin harakatining Uyg'ur xalqining fidokorlik ruhini uyg'otganligini, xalqqa unutilib ketgan kurashchan ruhni eslatganligini, xalq Zaydin Yusufni o'ziga ulgu qilganligini, yo'lboshchi deb bilganligini ifodaladi. Abdul Hakimxon Maqsumajim so'zida yana Barin harakatiga qatnashganlarning boshqalarga o'xshashla aqlli kishilar ekanligi, ularning Xitoyning qanchalik kuchining bor ekanligini, ular harakatga o'tgandan keyin beshiga qanday qismatlarning keladiganligini oldin bilganligi, lekin ularning ruhida erkaklik ruh, haqiqiy iymon, insoniy vijdon bo'lganligi uchun ashu ruhning ularga xatarga tavakkul qila oladigan ruhni baxsh etganligini ta'kidladi. Sani 300 bilan 500 orasidagi fidokor mujohidlarning 22 ming kishilik bir qo'shin bilan taqobil turib 9 kun erishib o'tganligini, net yuzlagan askarni jahannamga yo'l siraliq. Bu sizning tarixingiz, sizning kishilarning qalbida o'rnab qilishingiz, boshqalar bejirilmagan aynda sharafli ishni bejirganda, butun umumiy xalqqa foydali, xalqning taqdirini belgilayotgan masalalarda fidokorlik ko'rsatgan vaqtingizdan ondan keyin sizning tarixingiz yoziladi, qadrlanasiz, hamma odam olqishlaydi sizni. Bo'lmay qolsa, uydan chiqmay o'tib 500 dirham parangiz o'tsangiz, puldirib yozdirishingiz mumkin. O yozdiğim o'qimaydi-ku uni. Ahiretning qatorida qilib qoldi u. Zayd Yusuf bundan o'zining tarixining qanday bo'lishi haqida o'ylab bakmagan bo'lmaydi balki. Ammo biz olqishlayotimiz nurg'unlagan materiallar, asarlar yozildi buning haqida. Biz shuni ahmoq olmay, qo'limizning kelishicha o'z xalqimiz, o'zimizning avlodlarimiz uchun amri foydali bir ishlarni qilishimiz lozim. Murosimda yana vatanparvar peshqadamlardan Abduqodir Yapchan apandi so'z qilib, Barin inqilobiga o'xshash cho'ng voqealarni xotirlash, shahidlarni yod etish va ularning ruhiga duo o'qishning ahamiyati to'g'risida to'xtaldi. Bu ruhni shu amaliyleştirib kelgan Sharqiy Turkistondagi barliq mujohid qarindoshlarimiz bor. Mujohid oila talabatlarga ve şehit ketken qarindoshlarga ve hayat qolgan qarindoshlarga turmudi shu eziyet çekivatman barliq qarindoshlarımızga shu Allah'ın rahmetini, yardımını, mağfiretini tilayman. İstanbulda stratejiya yig'ini o'tkazildi. 4 aprel shanba kuni İstanbulda dunyo iqtisodining Osiyo Tinch okeanga yo'tkilishi va Xitoy degan temada yig'in o'tkazildi. 4 aprel shanba kuni İstanbulda dunyo iqtisodining Osiyo Tinch okeanga yo'tkilishi va Xitoy degan temada yig'in o'tkazildi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining o'rinlashtirishi bilan har oyda bir qatim o'tkazilayotgan strategiya yig'inining bu qatimligi İstanbul Zeytinburnu shaharlik hukumatning Qora dengiz yig'in zalida o'tkazilgan bo'lib,
Yig'inga Istanbulda yashayotgan Uyg'urlardan ko'p sonda kishi qatnashdi. Yig'in kuchayotgan Xitoy nima qila oladi degan temada bo'lib, birinchi qismi dunyo iqtisodining Osiyo Tinch okeanga yuzlanishi va Xitoy degan temada uyushtirildi. Bu yig'inda Anqara Hacettepe Universitetining o'qituvchisi, shundaqla strategiya tushunchalar institutining mutaxassisi doktor Erkin Akram taklif bilan qatnashib leksiya berdi. U so'zda dunyo iqtisodining Osiyo Tinch okeanga yuzlanayotganligini, buningga ergishib dunyodagi kuchli davlatlarning diqqatining Osiyo Tinch okean rayoniga markazlashayotganligini bildirdi. Doktor Erkin Akram Xitoy, Amerika, Hindiston va Yaponiyaning harbiy kuchlari va iqtisodiy kuchlarini statistikalik sonliq ma'lumotlar bilan selishtirib o'tdi. U so'z yana Osiyo Tinch okean dengizidagi o'ttirg'i chiqayotgan masalalarning eng muhimining Xitoy bilan Osiyo Tinch okean rayonidagi Yaponiya, Filippin, Malayziya, Biruni, Vyetnam va Tayland qatorliq davlat o'ttirisida dengiz orollarini talashish masalasi ekanligini. Bu masalada Xitoy o'z oldiga bir dengiz chegarasi sezib, mavjud chegara siziqlarini buzib tashlagandan keyin bu rayondagi davlatlar bilan Xitoy o'ttirisidagi munosabatlarda surkilish yuz berayotganligini bildirdi. Doktor Erkin Akram so'zda yana Osiyo Tinch okean rayonlaridagi davlatlar bilan Xitoy o'ttirisida dengiz orol talashish masalalariga ergashib, Uyg'ur masalasini ilgari surishga bir yurish fursatlar kelayotganligini, ammo bu fursatlardan qanday foydalanish yoki foydalanolmaslik Uyg'urlarga bog'liq ekanligini ifodaladi. Yig'in oxirida doktor Erkin Akram yig'in ahlining so'ragan savollariga javob berdi. 2 soat davom qilgan yig'in qizg'in kayfiyat ichida oxirlashdi. Zeytinburnu'da 15 bin kişilik Türkistan polo ziyafeti verildi. Zeytinburnu'da uyuşturulan milli an'anaviy tamaklar ve radyo festivalida 15 bin kişilik Türkistan polo ziyafeti verildi. Zeytinburnu'da uyushtirilgan milliy an'anaviy tamoqlar va radio festivalida 15 ming kishilik Turkiston polo ziyofati berildi. Zeytinburnu shaharlik hukumatning uyushtirishi bilan Zeytinburnu'da 26 martdan 5 aprelgacha 9 kun davom qilgan milliy an'anaviy tamoqlar tantanasi va radio festivali faoliyatlarining oxirgi kunida Uyg'urlarning eng mashhur taomlaridan biri bo'lgan polo tamoqining ta'min etish tantanasi o'tkazildi va 15 ming kishilik Turkiston polo ziyofati berildi. Bu faoliyatga Zeytinburnu'da yashaydigan xalqlardan Uyg'ur, Turk, O'zbek, Qozoq, Qirg'iz, Kurd qatorliq millatlardan ko'p sonda kishilar qatnashdi. Uyg'ur va O'zbek ustalarining qo'li bilan pishirilgan Turkiston polosi cho'ng doshqozonda Zeytinburnu maydoniga keltirildi va tuvoqning og'zini ichish bilan tang mazalik xushparaqlar atrofga tarqab kishilarning ishtihosini ochdi. Turkiston polosining ta'min etishni xohlagan kishilar uzun saf bo'lib tizildi va tomoq tarqitildi. Tomoq tarqitishga Zeytinburnu shahar boshlig'i Murod Aydin o'zi bevosita qatnashdi va qozondan o'z qo'li bilan polo usib kishilarga tarqatdi. Bu faoliyat o'xshash vaqtda TRT ovozi, Mavi Qari dengiz televiziyasi, Kanal 7 televiziyasi, Ulki TV qatorliq televiziya kanallari va Zeytinburnu radiosi, Kent Istanbul radiosi, Ritim radiosi qatorliq 10 necha radiodan bevosita naq maydondan programma tarqatildi. Zeytinburnu shahar boshlig'i Murod Aydin bu faoliyat to'g'risida to'xtalib mundaq dedi. Zeytinburnu'da o'xshamagan jo'g'rafiyalardan kelgan insonlar birlikda yashaydi. Bugun 15 ming kishiga Turkiston polosi ziyofati berdik. Radio festivalimiz davom qilyapti. Yerlik radiolarning qatnashishi bilan bu yerda 9 kun jarayonida programma tarqatdik. Bugun oxirgi kuni Zeytinburnu'da radio festivalini o'tkazyapmiz dedi. Shahar boshlig'i Murod Aydin Zeytinburnu'da 9 kun davom qilgan faoliyat to'g'risida to'xtalib mundaq dedi. Bu yerda yana an'anaviy yemekliklarning ta'minini tetish tantanasi o'tkazildi va vatandoshlarga har xil o'xshamagan tamoqlar ziyofat berildi. Radio festivalimiz davom qildi. Bu faoliyatni hamsi beliq tantanasi bilan boshlagan edik. Keyin chig'i ko'fta degan tamoq va rumalining tamoqlari ziyofat berildi. Bugun Sharq Turkistonning mashhur tamoqlaridan polo ziyofati berildi. Zeytinburnu ko'chmanlar bilan qurilgan bir shaharcha. Sharq Turkiston, Qozog'iston, Afg'oniston, Turkmaniston, Qirg'iziston, O'zbekiston va butun o jo'g'rafiyalardan ko'p sonda insonlar Zeytinburnuga kelib o'rinlashdi. Ularning tamoq an'anasida eng yoqtirib yeydigan tamoqlardan biri Turkiston polosidir. Shuning uchun poloning ta'mini faqat Turkistonlik qarindoshlar emas, balki Zeytinburnu xalqi va Istanbul xalqimi tetsin va bu tamoqni tonishtirayli degan maqsadda bugun Istanbul va Zeytinburnu xalqiga bu tamoqni ziyofat berdik. Bu tamoqning guruchi Sharqiy Osiyodan keltirildi va Turkistonlik ustalar tomonidan pishirildi. Bu faoliyatda Uyg'ur polosi Zeytinburnu xalqiga tonishtirildi. Saudiya Arabistonning Yaman chegarasida ahvol intayin jiddiy. Saudiya Arabistonning Yaman chegarasida vaziyat jiddiylashib ketdi. Chegarada 96 yezi bo'shatildi va 150 ming askar o'rinlashtirildi.
Saudiya Arabistonning Yaman chegarasida vaziyat jiddiylashib ketdi. Qatif rayonidagi Avamiya rayonida o'tkazilgan harbiy harakat jarayonida o'q ochilish sababidan bir soqchi o'lib, 3 soqchi yordar bo'ldi. Chegarada 96 yezi bo'shatildi va 150 ming askar o'rinlashtirildi. Saudiya Arabiston mas'ullari urushdan qochganlarning bo'shatilgan yezlardagi uylarga o'rinlashib olganligini ilgari surib, bo'sh uylarni o'rib tashlash qarori olganligini va qonunsiz ko'chmanlarni chegaradan qo'g'lab chiqarganligini jakarladi. Yezlardan yo'tkab kelingan Saudiya Arabiston fuqarolari bo'lsa shahar markazlariga o'rinlashtirilmoqda. Dunyo Sahiyya tashkiloti Saudiya Arabiston boshchiligidagi ittifoqdosh kuchlarning Yamanda elib berayotgan harbiy harakatlarda 640 dan ortiq odamning o'lganligini, yaralanganlarning sonining 2000 dan oshganligini uqtirdi. Havodan elib berilgan harakatlardan sirt quruqlikda Husiylar bilan prezident Hadiga qarashli kuchlar o'rtasida qonliq to'qinishlar yuz bermoqda. Ittifoqdosh kuchlar poytaxt Sanoada Husiylarning qo'lidagi strategik joylarga hujum qilmoqda. Shabva shahridami Hadini qo'llaydigan qabilalar bilan Husiylar o'rtasida shiddatli to'qinishlar yuz bermoqda. İttifoqdosh kuchlarga tabe aeroplanlar Shabvada og'dirib etilgan rahbar Ali Abdullah Salih tarafdorlariga tabe harbiy baragohdagi Qoral Iroq iskilatini vayron qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Yamandagi kriz hal bo'lmagan taqdirda Yamanda ichinishli tragediyalarning yuz beradiganligini bildirib, xalqaroni ogohlantirdi. Buningdan boshqa İran Tashqi ishlar ministri Muhammad Javad Zarif Yaman masalasini muzokara qilish uchun Ummondan keyin Pokistonga o'tdi. Amerika'nın O'rta Osiyo strategiyasi yangilanganligi bildirildi. Amerika'nın O'rta Osiyo davlatlarga aloqador strategiyasini yangilaydiganligi va bir qancha kun ichida ommaga tafsilotini e'lon qilganligi bildirildi. Amerika'nın O'rta Osiyo davlatlariga aloqador strategiyasini yangilaydiganligi va bir qancha kun ichida ommaga tafsilotini e'lon qilganligi bildirildi. O'rta Osiyo tadqiqot mutaxassislarining qarashicha 2001-yildan buyon Amerika'nın O'rta Osiyo siyosiy Afg'onistondagi to'qinishlar ustiga qurilgan bo'lib, endi yangi bir strategiyani o'ttirg'a qo'ydiganligi bildirildi. Dunyo bulteni to'rgasining xabarida bildirishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi qisqacha bir tushuncha berib, yangi davrda rayondagi bexatarlik strategiyasining o'zgarmaydiganligini, buningga qo'shimcha qilib, rayonlik iqtisodning xalqaro bozorlarga qo'shilishi, kishilik huquqni hurmat qilish va demokratiyalik boshqaruv sistemasini taraqqiy qildirishga o'xshash masalalarda O'rta Osiyodagi hukumatlar bilan hamkorlik ichida xizmat qilishni davomlashtiradiganligini bildirdi. Amerikaning yangi davrda xususan O'rta Osiyoning tarixiy mohiyatini belgilaydigan Ipak yo'li planini kuchlantirishining O'rta Osiyoda bexatarlikka hassa qo'shadi deb qaraydiganligini, buning bilan O'rta Osiyo davlatlarining xalqaro bozorda qadimiy o'rnini yangidan egallaydiganligini va xalqaro tijorat markaziga aylanishni orzu qiladi. Amerikaning O'rta Osiyo strategiyasini yangidan belgilashida Rossiyaning Ukrainaning zimin butunligiga qarta elib berayotgan siyosati va Sovet ittifoqi ziminlaridagi ijroatlarning aktiv faoliyatlari sabab bo'lganligi ilgari surilmoqda. Türkiye'nin yerlik tik uçarları xalqarалық harbiy manevrga qatnashtirildi. Konya'da Türkiye'nin sahipxonligida o'tkazilgan xalqarалық harbiy manevrga Türkiye'de ishlab chiqarilgan Atak nomli tik uçarlar ishtirok qildi. Türkiye'nin yerlik tik uçarları bir xalqarалық harbiy manevrga qatnashtirildi. Konya'da Türkiye'nin sahipxonligida Amerika Qo'shma Shtatlari, Ozarbayjon, Ispaniya, Shimoliy Siprus Türk Cumhuriyeti, Vengriya va Ruminiya qatorliq davlatlarning ishtirok qilishi bilan o'tkazilgan xalqarалық harbiy manevrga Türkiye'de ishlab chiqarilgan Atak nomli tik uçarlar ishtirok qildi. Shunda qilib Atak tik uçarları tunji qatim bir xalqarалық harbiy manevrga qatnashtirilgan bo'ldi. Atak tik uçarları dunyo miqyosida o'z kategoriyasidagi eng hujumchi tik uçar bo'lish alohidaligiga ega. Amerika Pakistan'a zor miqdarda qoral yarog' setib berishga tayyorlanmoqda. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Pakistan'a 952 milyon dollarlik qoral yarog' va harbiy lozimatlik setishni ma'qulladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Tashqi ishlar ministrligi Pakistan'a 952 milyon dollarlik harbiy lozimatlik setishni ma'qulladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Tashqi ishlar ministrligi Pakistan'a 15 tane hujumchi tik uçar aeroplan bilan tanki atar raketamyot, arqisab va mashq aslihalari bo'lib, jami 952 milyon dollar qimmatida harbiy lozimatlik setishni ma'qulladi. Amerika Davlat Majlisi Tashqi ishlar ministrligining bu vaqtdagi qaroriga 30 kun ichida e'tiroz bildirmagan taqdirda savdo tasdiqlangan bo'ladi.
Pakistan hökuməti Washington dairələrdən 15 hücumçu tiküchar aeroplan, 32 turbinlik besim aşırış iqtidariga ega motor, 1000 dona raketa bombası bilan askarlarni mashq qildirishga kerakli lozimatliklarni o'z ichiga olgan harbiy materiallarni setib berishni talab qilgan edi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna qilib bu haftalık istiqlal xabarları programımız bu yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha sizlarni janobiy Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.